Yor bilan g'ozlarimiz ham yetib keldi. O'rda g'oz ham qo'shdi degan qizig'i. Kam yor-yorlar bilan kelibdi o'zi ham bor. G'ozda ham o'zi xaridori ko'p ekan. Kerak bo'lsa yozda g'ozda tuxumini umuman yetkazib bo'lmaydi ekan. Balkim shu 4 ta bilan sekin Xudoning baraka berib ko'paytirib olsang, nur ustiga nur. Yilsa men qanchada kesdim, ota? Bek. Sanadilarmi hozir nima? Sanab tashlanglar, ha? Sanadiganmi? Sanab tashlanglar. 4 ta. Ikki o'ndaga ahranada bu. Mashalloh. Hammasi yetilib ketdimi? Bonusga tovuq berib yuboryapman akada. Va avtoni qarayman tovuqni. Qora tovuq hayolimda. Buni zo'rg'a qutulib bunaqa tovuqni sotib. Zo'rg'a sotib oldim. G'ozlar ham uchastkaga kichkina bo'lsa ham atmosfera yaratib berar ekan. Qoq deb yurib qo'yishyapti. Bo'ylari ham novcha ekan. Akani aytishi bo'yicha tuxum qo'yyapti deydi endi. Xudo xolasa tuxum tug'yatsa, tuxum tug'sa bo'lishaman albatta. Men o'zimga ham interesno bo'ldi-da bu g'oz. Mana bitta ko'ringda g'ozni. Sekin orqadagi armiyasini yetalab ketyapti. Mana bonus. Shogird, ha. Bugun nima qilamizmi Sodiqjon? Buni damlaymiz. Voy! O, lekin bor, g'aqillab qulog'ida yemasa, bu urishmoqchi ham bo'lyapti, qarang. O, dumin, voy, bo'ynini sekin ilonga o'xshab pisirlatib borar ekan. Ha, yomon ekan bular. Va, qoravoy. Va! Valladez, duxti berdi qoravoy. Qoravoy ham zashta qilyapti. Oqlar hayron. Ular bedanalar bilan yashaydi endi. Mayda cho'rtaklarni bedanalarga qo'shib qo'yamiz. O'rda, tovuqni olib kelsang, olib ket. Ha, tovuqni to'laman qilaman. Ha, bo'ldi. Ha, tovuq ham yaxshi. Yuryapti ekan hisob. Yursa hisob, o'zi mana qonini g'amida. Voy, g'ozchalar boshladi. Suvni to'ldirib berish kerak latopda. Mana ular hayron kim keldi ekan. Haqiqatan ham g'ozlar o'zi shep ekan-da. Malades. Xudoga hisob shu.